Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Xitay Kompartiyası baş sekretari Xi Jinpingning 8 ayning 26 kuni Janubiy Afrika ziyaratidan qaytishida alayda Urumchida to'xtab, Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlariga qilgan so'zida markaziy hukumatning hozir qadar izchillashtirib kelgan va irqiy qirg'inchilikni yetakchi qilgan Xinjiang siyosatidan aslo voz kechmaydiganligini, aksincha Amerika boshchiligidagi g'arb ellarida irqiy qirg'inchilik deb ayblangan bostirish siyosatini adoqqicha davomlashtiradiganligini jakarlashi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qaratgan besimini uzluksiz oshirib kelgan g'arb demokratik ellarning xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi to'rining bergan xabariga qaraganda, Xi Jinping Urumchiga kelib, atalmış Uyg'ur Abnumroylik partiyasining sekretari Ma Xingruining xizmat doklaatini anglab bo'lgandan keyin uni to'liq muayyanlashtirgan hamda ko'rsatma berib, bu rayonning Xitoyning kelgusi taraqqiyoti va Xitoy millatining gullanishidagi strategiyalik o'rnining alohida muhimligini ta'kidlagan hamda kelgusi yo'l xaritasini sizib bergan. Xi Jinping muqimlik orqali taraqqiyotga kapolatlik qilish, taraqqiyot orqali muqimlikni ilgari surish degan shiorni ta'kidlab, Xinjiangning uzun muddatlik eminligini saqlash uchun qonun bayrog'ini egiz ko'tarish, qonunni qurol qilish, qonun tuzumi bilan boshqarish darajasini o'stirish, yoshirin xatarning oldini olish mexanizmini yaxshilash, terrorlikqa qarshi kurash qilishni, muqimlikni ilgari surishni qonunlashtirish va davomlashtirish bilan birlashtirish, hammani tegidan tuzash, yiltizdan davolashni kuchaytirish, yerlik bilan Bingtuanning qo'shilishini teziltish, islom dinini xitoychilashtirish, xitoycha so'zlashni umumlashtirish deganlarni o'ttirib qo'ygan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bu munosabat bilan 28 avgust kuni maxsus bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikni Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Bayonotda Qurultay raisi Dolqin Ayso apandi mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyning davlat raisi Xi Jinping bu qatim Urumchida qilgan bayonlar orqali Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatini yanada oshirdiganligini, islom dinini xitoychilashtirish, xitoycha so'zlashni umumlashtirish niqobi ostida Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni va Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirib yo'q qilish siyosatini izchil davomlashtirdiganligini butun dunyo oldida yana bir qatim ochiqcha oshkorlab berdi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Xitoy hukumatı Xi Jinpingning rahbarligida Sharq Turkiston xalqiga planliq va sistemli holda irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizib keldi. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon millionlagan Uyg'ur jazo lagerlari qamaldi va lagerlarda ig'ir darajada qiynash va xo'rlashlarga uchirdi. Uyg'ur ayollari lager va turmalarda saqchi va gundupaylarning bosqinchilik qilishiga uchirdi. Uyg'urlar majburiy emgakka selindi, majburiy tug'mas qilindi. Oilalar bir-biridan majburiy ayritilib, xonavayron qilindi. Agar xalqaro jamoatchilik Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tmagan taqdirda, Sharq Turkistonning vaziyati yana ig'irlashadi. Dolqin Ayso apandim bayonotni mundaq deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun zarur bo'lgan barliq tadbirlarni yo'lga qo'yishga chaqiramiz. 1948 e'lon qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasida ko'rsatilgan majburiyatlarni to'liq ado qilish lozim. Biz har qaysi hukumatlarning irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoy amaldorlari bilan ko'rishib qo'yishni emas, balki o'zlarining insonparvarlik majburiyatini ado qilib, Xitoyning zo'ravonligini, mardonlarcha ayblashini, irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surishtirishni orzu qilamiz. Chunki dunyo sukut qilib turib olgani uchun Xitoy Uyg'urlarga qarata rayimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizishga jasorat qilyapti. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgak sababli xalqarada Xitoy qarshi noroziliklar uzluksiz kuchayotgan bugungi kunda Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Janubiy Afrika ziyaratidan Beijing qaytishida hapila-shapila Urumchiga yetib kelib, Xinjiang siyosatidan aslo voz kechmaydiganligini, aksincha Amerika boshchiligidagi g'arb ellarida irqiy qirg'inchilik deb ayblangan bostirish siyosatini adoqqicha davomlashtirdiganligini jakarlashi nimadan derak beradi? Xi Jinping bu jasoratni nadan oldi? Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim bu vaqtda o'zining qarashlarini bayon qilib mundaq dedi. Xi Jinpingning chet eldan qaytib, bevos Beijingga bormay, Sharq Turkistonga berishi, Sharq Turkiston ahvolining shu Xi Jinping uchun qanchalik muhimligini ko'rsatdi. Bu muhimlikning birinchisi shu Sharq Turkistonda ilib borgan zulm siyosatining bir davrlik natija ilinganligini ko'rsatdi. Chunki bu Urumchi hukumati 2017'den itibaren 5 yılın içinde umumiyet ile muqimlikni qo'g'dab qolamiz degan bir
nişanı vardı. Yani Xi Jinping'e bergen bir verdi vardı. Bu bir netice ağam oldu edip kögen. İkincisi bu Şarkı Türkistan'dan ki jeostratejik ornu emdi. Xi Jinping'den ki özünün diginidek Şarkı Türkistan'ın hazırlaca şu mukumluğunu qoğdap qilish lazım. Bu hemen işinin ki aldıda kilidi o deydi. Bunun yeni de onundan keyin taraqqiyat buludu. Çünkü burunqi Şinjan hizmetleri degan bir yig'inlari vardı. İkinci, üçüncü yig'inda şu Xi Jinping başvurgan. Xi Jinping'nin ki şu nutqlarida muqimliq taraqqiyatdan mo'yin bo'lganligini chaqalagan. Hamda mashinari kelgandan beri şu taraqqiyat degan mesele mo'yin bo'lishga başladı. Yani Şarkı Türkistan'da bir muqimliq bo'lsa taraqqiyat bo'ldi, taraqqiyat bo'lsa muqimliq bo'ladi deb ko'rgan hamda. Üçüncüsü hamda Şarkı Türkistan meselesi xalqaroga jiq to'nilib ketdi. Xitoyninki obrazimiz Şarkı Türkistan meselesinden, Uyghur meselesinden buzulup ketdi. Chet el devletlerinki Şarkı Türkistan'a Uygurlarga bo'lgan bu hissasçılık meselesi Xitoyni bir aram qilayotgan gap. Şununla Şarkı Türkistan'ınki ahvali mo'yin, çünkü Xitoy uchun mo'yin bo'lgan bir rayon, Xitoyning raqiblari uchun mo'yin. Şu Şarkı Türkistan'ınki meselesiga qo'l salam deydigan bir ansirashma bor. Bu siyaset chetdan yana şu burunqi siyasetlarni devam qilish kerak bo'lganligini va olgan natijani to'g'ri deb ko'rganligini, ya'ni Şarkı Türkistan'daki bu zoom siyasetinin to'g'ri bo'lganligini tekrarlagan bo'ldi. Bu yerda yana şu islomni xitoylashtirish, terrorizmga qarshi chiqish, ondan keyin bu Cumhur milletininki ideyasini güçlendiriş degandek. Bunun yanında yine biraz Ürümçi hükümetininki bazı imtiyazlarını ağandek turdu. Yani şu Ürümçi hükümeti O'rta Asya, O'rta Şark ve şundakla şu Cenubi Asya degandek, Cenubi Şark Asya degandek o devletlerge ziyaretge baralışışı ve o devletninki bazı əməldarlar Beijing'e emas Ürümçi'ye gelişi, bir yerde savdo ticaret meselelerini hal qilishi degandek bazı şu kısmen bozma bir kısım diplomasi hukukunu bergandek turdu. Ondan başka Şarkı Türkistan'da kontrol astida bir yumuşatış siyaseti var. Bu şu pasaport beriş bilan chet elga chiqish va chet eldagilar vatanga beralishish degandek, baralishish degandek shundoq bir siyosatni hozir yo'lga qo'ygan bo'ldi. Ya'ni umumiy jihatda yana shu kontrol ostida bir xil muqimlikni qo'g'dab qilish ve bu rayondaki bazı meselelerini yumuşatuş şekli bile dünyaya yüzüne aklaş degandek bir siyasetini ilip bir vadıdım. Dunyoga mashhur Forbes jurnali 25 avgust kuni Lauren Thompson imzosidagi bir analizchining Xitoyning Amerikadagi darajadan tashqari kuchli davlat bo'lishiga urinishi mag'lub bo'ladi nomli maqolasini e'lon qilgan. Maqolada Xitoyning 2035 yilga borganda Amerika bilan tenglashish, 2049 yilga borganda Amerikadan eshib ketish xam xiyolning osonlikcha amalga oshmaydiganligini faktlar bilan ko'rsatgan. Maqolada aytilishicha, navbatda Amerika nopusi dunyo nopusining 4%ni, iqtisodi bo'lsa dunyo umumiy ishlab chiqarish qiymatining 25%ni egallaydi ekan. Xitoyning nopusi bo'lsa dunyo nopusining 5dan birini, iqtisodi dunyo umumiy ishlab chiqarish qiymatining 18%ni egallaydi ekan. Xitoy garchi dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lsa-mu, kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik kirimi $13,000 bo'lib, dunyo bo'yicha 64-o'rinda turdi ekan. Amerikaning kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik kirimi $76,000 bo'lib, fuqarolarning kirimi eng yuqori davlatlardan hisoblanadi ekan. Uning ustiga Xitoyning iqtisodi hozir cho'kayotgan bo'lib, Wall Street jurnali 20 avgust kuni bu haqda Xitoyning 40 yillik yo'lanishi oxirlashdi nomli maqola e'lon qilgan. Uningda ko'rsatilishicha, 2030 yilga borganda Xitoy iqtisodining ish nisbati 2-3% kuchib qoldi ekan. Uningdan boshqa Xitoyning harbiy xomchoti Amerikaga yetmaydi ekan.
Xitoy askarlarımı 1979 yildagi Vyetnam urushidan buyon jang qilib boqmagan bo'lib, urush tajribasi Amerika askarlariga yetmaydi ekan. Xitoy diplomatiya jihatdan zarbaga uchrayotgan bo'lib, buningga sabab bo'lgani Xitoyning Chilböri diplomatiyasi va G'arb ellarining ayblashiga uchragan kishilik huquq jinoyatlari ekan. Xitoy yana fan-texnik jihatdan orqada qolgan bo'lib, uning iqtisodiy fan-texnikaga tayinib emas, arzonimga kuchlarga tayinib gullangan. Xitoy nupusining ko'payish nisbati biroqli tövallayotgan qeyrilish sur'ati tezlashayotgan bo'lib, bu asrning o'ttirlariga borganda Xitoydagi qeyrlarni beqish eng og'ir ijtimoiy masalaga aylandi ekan. Avtorning qarashicha, Xitoydagi masala ko'p ham og'ir. Aqsaroyning oqilona siyosatlari davomlashgan muddatcha diktatorlik qiyni-qiyniga o'rnab ketgan Xitoy hokimiyatining Amerikadan o'tib ketishi u yoqda tursin, uningga tenglasha olishimi natayin. 25 avgust kuni Xalqaro kechirim tashkiloti 3 yillik kesib o'tilgan va Qashqardagi mush ayollar turmisida jazo muddati o'tayotgan 19 yoshli o'quvchi Kamila White haqida maxsus bayonot e'lon qildi. Ular bayonotida Xitoy doiralaridan 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi Kamila White'ni qo'yib berishni talab qilgan. Ular bayonotida mundaq deb yozgan: Xanandagi Shangshuyi sanoat institutining Uyg'ur o'quvchisi Kamila White 2022 yili 12 dekabr qo'lga olingan va oshqo'llikni targ'ib qilish jinoyati bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Şinjandagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlari faqat o'zlarining fikr bayon qilish huquqini ishlatganlik uchun Xitoy hukumatı bu turdagi ayblashlarni hamisha ishga soldi. Ishonchli manbalarga qaraganda, Kamilaning bu xil jinoyat bilan ayblanishining sababi u Xitoyning ijtimoiy aloqa supsi bo'lgan Öndidarda Xitoyning mamlakat miqyosida ilib berilgan tinish namoyish to'g'risidagi sin ko'rinishni ham baharlaganlik uchun ekan. Namoyish Urumchi otapida qazo qilganlarni xotirlashni maqsad qilgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining u yerdagi munosabatli qonun ijro qilish organlariga qarta ilib borgan telefon xotirasiga asoslanganda, Kamila hozir Qashqar mush ayollar turmisida qamoqda turmoqda. Ular bayonotida yana Kamilaning shaxsiy fikr bayon qilish huquqini ishlatganlik uchun emas, balki Xitoyning Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarning milliy va diniy kimligiga qartilgan adolatsiz siyosatining qurboni bo'lganligini ta'kidlagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy doiralari qilgan chaqiriqqa Kamila White haqida ma'lumotlar berilgan qisqa bir videoni qo'shib ham baharlagan. Videoda Kamila White'ning Amerikada turishliq aksi Kevsar White'ning singlisi Kamilaning gunohsiz ekanligi, Xitoy doiralarining uni darhol qo'yib berishini talab qilganligi ko'rsatilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 19 yoshli o'quvchi Kamila White'ning turmaga emas, maktabga mansub bir yosh ekanligini ta'kidlagan. Kamila White'ning delosiga Amerika tashqi ishlar ministrligi yaqindan ko'ngil bo'layotgan bo'lib, bu yil 4-oyning 20 kuni roziyat munosabati bilan Twitterda maxsus yozma e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Kamila White'ning shartsiz qo'yib berilishini talab qilgan. Xitoyning yerlik hukumatlari hozir qarzga bo'g'ilgan bo'lib, yerlik hukumatlarning 10 trillion dollarlik yoshirin qarzi xuddi Amerika prezidenti Joe Biden aytgandek, Xitoyni iqtisodiy jihatda vayron qilgan qarorlik bomba ekan. Ishki bozorni bilguvchi to'rining 27 avgust kuni bu vaqtda e'lon qilgan maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy bu yil pul qisliqi, yoshlarning ishsizligi, öymülük bozorining kasatlashishi qatorliq nurg'un iqtisodiy masalalarga duch kelgan bo'lsa-mu, eng og'ir krizis yerlik hukumatlarning og'ir darajada qarzga bo'g'ilishi masalasi ekan. Xitoyning yerlik hukumatlari ilgari yer setib o'zlarini samirtgan bo'lsa-mu, bugungi kunda iqtisod manbasi qurishga yuzlangan. Moliyasi qiyin ahvolda qolgan va umumiy qarzi 10 trillion dollarga yaqinlashib qolgan. Xitoy hukumati oshkor qilmagan bu yoshirin qarz amaliyot Xitoydagi eng xatarlik iqtisod krizisining belgisi bo'lib, vaqt soat kelganda portlash xarakterlik vayronchilik yuz berishi mumkin ekan. Maqolda aytilishicha, Xitoyning yerlik hukumatlari bankidan ko'plab qarz olib, yo'l ko'rik, aerodrom, tez suratli poyezd qatorliq ulaslar qurilishlarini ilib borgan. Buning ketgan pulning haddi hisobi yo'q bo'lib, yerlik hukumatga qarz ortilib mingivergan. Öymülük bozorining kasatlashishi bilan bu qarz taxim og'irlashgan. Yerlik hukumatlar ulaslar qurilishiga ishlatadigan pulni Xitoy hukumati davlat xomchotiga kirgizmaydi ekan va yerlik hukumatdan o'z doirasida mablag' cho'g'lashni talab qildi ekan. Yerlik hukumat bankidan qarz olib, uni o'z moliyasidan to'lashni va'da qildi ekan, ammo to'lay olmaydi ekan. Yerlik hukumatning 10 trillion dollarga yetgan bu qarzi Xitoyning umumiy ishlab chiqarish qiymatining 50%ni egallagan bo'lib, agar bu qarzdan chatoq chiqsa, Xitoyning 60 trillion dollarlik davlat pul muomala sistemasiga xavf yetadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.